Jinlar. Ular ham bir olam bo'lib, xuddi insonlar singari yeydi, ichadi, oilali, farzandli bo'lishadi. Alloh taolo ularni ham o'ziga ibodat qilishlari uchungina yaratdi. Biz insonlar nimaga buyurilgan bo'lsak, ular ham bizga tushirilgan shariatga amal qilishi vojib qilinilgan. Agar siz ularga ziyon bermasangiz, ular ham sizga ziyon berishmaydi. Faqat ularning oralarida insonlar singari dinidan qaytgan va razil ishlar bilan shug'ullanuvchi jinlar bor. Ana o'shalar insonlarga zarar bera oladi. Zararlarning har xil turlari bor. Ular haqida siz ko'p eshitgansiz. Ulardan himoyalanish va ularga yoqmaydigan omillar quyidagicha. Qur'on tilovati. Jinlar Qur'onni yoqtirishmaydi. Ayniqsa Baqara surasi, Oyatul Kursi, Falaq va Nas suralarini eshitganda ular qochadilar. Hatto o'zlarini yo'qotib qo'yadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Qur'on o'qiladigan uydan shayton qochadi deganlar. Ozodalik, poklik va tahorat. Jinlar iflos joylar va iflos insonlarga yaqinlashadi. Pokizalik ularga qarshi qalqondir. Junub holatda yurish ularni jalb qiladi. Har doim tahoratda yurish esa jinlarni yo'qotadi. Ozon aytilishini jinlar yoqtirmaydi. Ozon aytilganda ular chiday olmay qochishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganki, azon aytilganda shayton qochadi. Hatto qo'rqinchidan gaz chiqarib uzoqlashadi dedilar. Atir, ya'ni xushbo'yliklar. Jinlar ayniqsa misk, a'lo sifatli atirlar, tabiiy xushbo'yliklarni yoqtirishmaydi. Bu ularni bezovta qiladi. Sog'lom iymon, tavakkul va zikr. La ilaha illalloh, astag'firulloh, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Bu zikrlar qalbni tozalaydi va shu bilan birga jinlarni quvib chiqaradi. Ruqiya, Qur'on bilan davolash. Jinlarning tanasidagi ta'sirini yo'qotish uchun ruqiya qilinganda ular og'riq his qiladi va qochishga majbur bo'lishadi. Islomiy muhit, masjid, zikrli uy, diniy eshituvlar. Jinlar diniy muhit, tasbih, Qur'on eshitiladigan, Qur'on o'qiladigan, namoz o'qiladigan joylarga tura olmaydilar. Jinlar yoqtiradigan narsalar bulardan iborat. Iflosliklar, musiqiy, uyalib turgan muhit, isrofgarchilik, urush, janjal va tartibsizlik. Xuddi shunday sharob, yalang'ochlik, zino, sehr kabi yomon ishlar jinlarni o'ziga jalb qiladi.